Sizlar bilan bugun har doimgidek Alisher kanali va do'stlar, o'tgan safar sizga va'da qilganimdek mana bunday BMWni M5 F90 Asconi tuning qildim va o'zimga ham yoqdi, lekin emblemasini uncha qila olmaganim uchun emblemasi yo'q. E'tibor bermanglar. Keyingi videogacha xudo xohlasa harakat qilamiz qilib ko'rishga. O'xshasa turadi, o'xshamasa yo'q. Va bugungi o'yinimizni boshlaymiz do'stlar. O'zbekiston serveriga kiramiz. Aytgancha do'stlar, mana yana bitta boya M4 oldim. BMW M4. To'g'risini aytsam, obmen qildim. Mana bu yerda bu M4 o'rniga boshqa BMW turar edi. Shunga obmen qildim mana shuni. Lekin buni keyingi videoda o'ynaymiz. Va do'stlar, mana biz ham o'yinga kirib olmoqdamiz. Va go ketdik. Va men buni drift nastroyga qiluvdim. Hozir drift qilib ko'ramiz. O'xshasa drift mod bilan yuramiz. Va bozorga ham yetib keldik. Hali o'zim ham drift qilishni bilmayman. Ora-orada qiziqsam qilib turaman, lekin unchalik ham o'xshaydi qachonki video bo'lmagan paytda. Hozir video bor, o'xshamay qoladi umuman. Hamma joyga qirib, urib yuraman. Drift qilishni uncha bilmayman. Bu yerda narsa ham ko'pda narsalar bo'lmasa balki o'xshar edi. Mercedes CLA sotilayotgan ekan, bizga bu kerak emas. Bu yerda M3 sotilmoqda. Mana shu sotilsa zo'r bo'lar edi. 17 millionga sotilsa yaxshi ish bo'lar edi. Hozirchalik sotilmayapti. Millionga soting deb aytdik. Egasi yo'q ekan ichida menimcha. Hozir yaxshi mashina ham yo'q ekan bu yerda. Yo'q, men hali o'qishtirmasam kerak, ancha vaqt ketsa kerak. Agar xohlasangizlar, oxirida do'stlar sizlarga mana shu mashinani nastroykasini ko'rsatib o'taman, drift nastroykani. Drift nastroyka zo'r o'xshar ekan, prosta men uncha drift qilishni bilmayman. Shuning uchun sizlarda o'xshasa kerak. Hozir ko'ramiz.
ish qilib sotsin-da. Meni yetimiga unda. Bu sotdi, молодец, молодец. Ol. Ya. Kim oldi? Oldik, yaxshi. Va do'stlar, yangilik ham bo'ldi. Biz bitta yangi mashinalik bo'ldik. Bu yangisi masna deyman. Yo'q, eski variant ekan. Biz yangi variant kerak edi. 211 va mana do'stlar. Ana bu yangi safimizga qo'shilgan BMW bo'ladi. Monster ekan. Ha, Monster. Menga yoqdi. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Lekin menga juda yoqdi. Keyingi videoda do'stlar buni ham drift nastroyka qilaman-da sizlarga ko'rsataman. Hozir esa sizlarga va'da qilganimdek BMW M5 ni nastroykasini ko'rsataman. Mana. O'tgan safarga aytganimdek bunga ham shart emas. 1695 qilish 926 yoki 600 HP da ham любой HP da o'xshaydi. 300 HP bo'lsa ham ishlaydi. Mana transmissiyasi va mana podveskasi va eng muhimi center tяжестisi. Mana. Va keyingi tuningda men bu xohlagan boshidagi motorlarni ham qo'ysanglar bo'ladi to oxirigacha. Bunda 200 yoki 50 ta qo'ysanglar bo'ladi va unda ham qo'ysanglar bo'ladi. Sport yoki shassini ishini qo'yasizlar. Keyin mana bularni aniq обязательно qo'yishlaring kerak. Bularsiz drift qilmaydi mashina. Va ana shu buning drift nastroykasi edi va oxirgisi balonlar nastroykasi. Xuddi mana shunday bo'lishi kerak. Shu bilan do'stlar, bugun sizlar bilan videoni yakunlaymiz. Xayrlashib qolamiz. Keyingi videoda sizlar bilan M3 ni ham drift nastroyka qilishga harakat qilib ko'ramiz. Va hammaga xayr do'stlar, sog' omon bo'ling.